Assalomu alaykum adabiyotga mehr qo'ygan aziz tinglovchilar. Yangi kitob o'qish yaxshi odat albatta. Bugun sizlar bilan birga asardan parcha loyihasi doirasida yozuvchi, publitsist va davlat jamoat arbobi Xayriddin Sultonning Odamlardan tinglab hikoya deb nomlangan hikoyalar to'plami haqida suhbatlashamiz. Hassos shoirimiz Hamida Olimjon Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya deb yozganida mutlaqo haq edi. Taniqli adibning ushbu kitobi 31 ta yangi hikoyadan iborat. Muallif to'plamga kiritilgan hayot hikoyalarini o'zi to'qib chiqarmagan. U faqat odamlardan eshitgan voqealarni bor holicha qog'ozga tushirgan xolos. Har bir qahramon taqdirida atrofimizdagi turli insonlarning tarixi va qismati, baxti-yu baxtsizligi, quvonch va qayg'usi o'zining badiiy ifodasini topgan. Kitob ichiga qadam tashlashga tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz o'zbeklar biron joyning manzil mo'ljalini tushuntirishda juda ajoyib, dunyoda yo'q usulni qo'llaymiz-da. Masalan, men bir vaqtlar Lahutiy ko'chasidagi 19-domda 5-podyezd, 8-qavatdagi 125-kvartirada turardim. Bir kuni ishdan vaqtliroq kelsam, ko'chamizning boshida u yoqdan bu yoqqa betoqat bo'lib turgan bir odam ko'zimga tanish tuyuldi. Yaqinroq borib qarasam, Hojiko'lda turadigan o'rtancha bojam Fahriddin aka. Ishonsangiz, meni ko'rib yig'lavoray dedi. Surishtirsam, meni to'yga aytib, azza-bazza yo'l bosib, peshin payti qishloqdan kelibdi. Nega uyga kirmading? Desam, domingizni amallab topdim-u, podyezdni topa olmadim, deydi. Uzoq yili kelganimda podyezdingizning oldida katta bir ko'k tosh turardi. Shu toshni qidirib 4 soat sarson bo'ldim-da, deydi. Erkin akam ichidan to'qiyapti deb o'ylamanglar. 100% bo'lgan voqea. Bo'lmasa bojam katta bir korxonada buxgalter. 5 yil Toshkentning ko'chasini changitib narxozda o'qigan bola. Bizning odamlar hech qachon kvartal yoki ko'chaning nomini, hovli yoki dom, kvartiraning nomerini aytmaydi, aytolmaydi. Raqamini eslab qolishga erinadimi-yey, yo xotirasini ayaydimi, ish qilib biron adresni aniq aytish o'rniga biz o'ziga xos shartli koordinatlar tizimini yaratib olganmiz. Al-Xorazmiy bobomizning avlodlarimizda. Endi nima deysiz? Odamlardan tinglab hikoya hayotning o'zidan olingan samimiy va ta'sirli hikoyalar to'plami. Oddiy odamlar taqdiri orqali o'quvchini ham kuldiradi, ham o'ylantiradi. Har bir sahifa yangi bir dunyo. Kitobxonlik yo'lida sizga zavq va ilhom tilayman. Xayr, salomat bo'ling.